borib devorni ko'rsatardim bu. Svarishni apparatimiz hozir turli elektrotlarni sinab ko'ryapmiz. Qalinlik guruh baho bersanglar bo'ladi. Turli elektrotlarni sinab ko'ramiz, ko'rib olasizlar. Assalomu alaykum ustakalarim, charchamaysiz sezonda ham olyapsizlarmi? Ustakalarim aksiya so'ragandan keyin aksiyani jinnisini qilib qo'yganmiz. Hozir Bosch brendidan 5 ta nabirlarimiz aksiyaga qo'yib yuborganmiz. Hozir hammasini birma-bir kamera chekasida kesib obzorni qilib beramiz. Keyin oxirida bitta narxlarni bitta cho'tkilab aytib beramiz. Hozir ko'rsatamiz, bitta drel chiqadi. Drelni hozir ishlatib ko'rsatib beramiz. Lekanni ko'ryapsan, оборотлari ham вообще tezdan. Bu past to'klagan bemalol ishlayveradi. Qishloqchilarning turganlari past to'klagan bemalol ishlayveradi. Unaqa to'k tanlamaydi. Bu kibeti shurpa verti chiqadi. Shurpa verti uncha nima deydi? Brendlardan uncha shurpalardan bemalol damini chiqarib qatirib tashlaydi. 48 volt batareyasi chiqadi. 48 volt batareyasi buniki 10 soatga bemalol yetadi akalar. Xo'p, bu bitta endi katta bo'lib turgan perforator. Perforatorda ham dozoqonchasi kelgan. Ko'rishlarga unchasi bunaqa perforator ishlab chiqarmaydi brendlar. Ovozini ko'ryapsizlarmi? Ovozini o'zi yoraman deb turibdi-yu. Bu yerda mana 5-6 xil nasatkalari, burlari hammasi komplektda chiqadi. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Bu patron o'zini zapchast nasatkasi ham bor. Bu yerda hamma kerakli hamma narsasi bor. Ortiqcha rasxod qo'yapmaysizlar. Xo'p. Endi bu yerda mana bolgarka. Bolgarkasi ham. Uncha bolgarkalar yo'q, hali оборот regulovkalari ham bor bolgarkasi. Yeni buni ichini bilasizlar, nimalar chiqishini o'zi. Hozir bu ishlashini ko'rsatib beramiz. Uchiga любой narsatga tushib ketaveradi. Bu regirovkalari ham 6 ta regirovkada ishlaydi mana. Uncha bolgarkalarda unaqa regirovkali rejimlari yo'q. Xo'p, endi asosiy eng katta narsasi bu svarka apparati. Svarka apparati 4 talik elektrodlar bemalol yoqadi. Hozir buni ochib ko'rsatganim yo'qmi? Videosi bor, 4 talik svarkani yoqib test qilganmiz. Hozir oxirgi bitta ulab ketaman. Ko'rishlaringiz mumkin, ichida hamma komplektda chiqargan narsalar bor, tersaklari, hamma shu kerakli narsalari bor. Xo'p, akalar, mana shu ko'rdilaring, mana shularning har bittasini misol uchun bozordan o'zim olaman salang donaga. Bularda kamida misol uchun 500 mingdan yaxshilarini olasizlar-da, ya'ni 5 shotkalarni. Shotishniklari endi 200 ming, 300 ming shunaqa sotyapti. 5 shotka bu, 5 shotkalari shunaqa sal qimmatroq yuradi. Perforatorga вообще gap yo'q borib. Devorni ko'rsatardim, bu bo'lmaydi. Buni ham bozorda misol uchun 600 ming, 700 mingga bemalol olasizlar-da. Hozir hammasi sizlarga 30 dollardan aylanyapti. Misol uchun 5 ta narsa 30 dollardan tushyapti. Ya'ni 150 dollar aksiyaga qo'yib yuborganmiz akalar. Ulgursalar, ulgurib qo'yinglar. Kam miqdorda olib kelganmiz. Endi menga bu narsasi kerak emas, unisi kerak emas desalaring, 2 talik, 3 talik nabirlar qilganmiz. Uni kommentariyaga yozasizlar, menga shu narsalar kerak desalaring, narxlarni chiroyli qilib skidkalarda hisoblab beramiz. Hozir video qilsak endi cho'zilib yetib qoladi. 12 ta viloyatlarga dastavkalarimiz bor. Ularni shu pastdagi nomerlar aloqaga chiqasizlar, shu kelishib, shu chiroyli qilib yetkazib beramiz. Akalar, shuncha mehnatimizni qo'llab-quvvatlagan holda shu kanalimizga obuna bo'lib, like, shu nima deydi, hammasini nima qilish kerak bo'lsa qilib qo'llab-quvvatlab borsalaring, biz ijodda davom etamiz, aksiyalarni chiqarib beramiz sizlar uchun. Addushi rahmat hammalaringga, sog' bo'lasizlar. Bosch 420 talik svarishni apparatimiz hozir turli elektrotlarni sinab ko'ramiz, ko'rib olasizlar.
Endi buni 5 li elektrotokda sinab ko'ramiz. 4 li elektrotokda sinab ko'ramiz buni. Bizga metall svarishni apparatimizni hozir 4 li elektrotokda bilan sinab ko'ryapmiz. Qalinlikni ko'rib baho bersanglar bo'ladi buni.